Biz bunday o'ynay olmaymiz. Bu yetarli emas. Kylian Mbappe kiyinishxonasida bosh murabbiy Alvaro Arbeloaga qarata shunday dedi. Bugun siz bilan Real Madrid ichidagi muammolar, taktika va o'yindagi zaifliklarni sovuqqonlik bilan tahlil qilamiz. Futboldagi shunaqa qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. So'nggi 2 o'yinda Benfica bilan 4-2 hisobidagi mag'lubiyat va Rayo Vallecano bilan 2-1 hisobidagi bahsda Realning ichki muammolari ochiq-oydin yuzaga chiqdi. Benfica o'yini ayniqsa og'riqli bo'ldi. Jamoa 9 kishiga tushdi va 90+8-daqiqada darvozabon Trubinning bosh bilan urilgan golidan keyin hamma narsani qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Rayo uchrashuvida esa muhim lahzalarda konsentratsiya yo'qotilishi va himoya zaifligi qaytarib bo'lmas ogohlantirish edi. Himoya va markaziy chiziqdagi muammolar. Himoya markazi ko'p hollarda bo'shab qolmoqda. Benfica va Rayo o'yinlarda raqib hujumchilari bir necha marotaba markaziy chiziqda bo'sh joy topdi va bu Real uchun jiddiy xavf tug'dirdi. Rayo uchrashuvida Andrey Ratiu markazni bir necha bor aldab, Courtois bilan yuzma-yuz vaziyatlar yaratdi. Faqat darvozabonning sezgirligi jamoani yirik mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Markaziy himoya qarshi hujumlarda ortda qolmoqda. O'yinni yopib bera olmayapti. Bu esa o'yinning so'nggi daqiqalarida Realni juda zaif qiladi. Pressing va o'yinni nazorat qilishdagi yetishmovchilik. Jamoa yuqori bosimni tashkil eta olmayapti. Ikkinchi bosqichda to'pni yo'qotgandan keyin raqibga darhol bosim o'tkazish o'rniga Real ko'pincha ritmni boy beradi. Raqiblar o'yinni o'z uslubida olib bormoqda. Real esa ritm va fazoviy nazoratni qayta tikla olmayapti. Arbeloaning tizimi bilan jamoa hali to'liq moslashgani yo'q. Bu taktika va muvozanatdagi muammolarni kuchaytiradi. Mbappening raqib butun borlig'ini beradi, biz esa yo'q degan so'zlari ana shu holatni jamlanganicha ifodalaydi. Konsentratsiya va o'yinni yopib bera olmaslik. Ikkala o'yinda ham Real muhim soniyalarda hushyorlikni yo'qotdi. Rayo o'yinida 1-0 hisobida oldinda turgan paytda o'yinni yopib bera olmadi va so'nggi daqiqalarda penalti holatiga duch keldi. Benfica uchrashuvida esa 9 kishi bo'lib qolib, dramatik burilishga guvoh bo'ldi. Bunday vaziyatlarda psixologik barqarorlik va o'yinni boshqarish qobiliyati yetishmayapti. Individual intizom va boshqarilmagan choralar. Chempionlar Ligasi bahsida Raul Asensio va Rodrigo ikkinchi sariq kartochkalar sabab jamoani 9 kishiga tushirib qo'ydi. Bu individual xatolar nafaqat taktika, balki intizom masalasining ham ko'rsatkichidir. Jamoa ichida norozilik, charchoq yoki e'tiborsizlik bularni keltirib chiqaradi. Murabbiy futbolchi munosabatlari. Mbappe va Arbeloa. Mbappe Arbeloa ziddiyati faqat shaxsiy janjal emas. U murabbiy tizimi, talablar va futbolchilarning ichki intilishlari orasidagi tafovutni ko'rsatadi. Agar bu muammo konstruktiv tarzda hal etilmasa, jamoa ichida bo'linish va motivatsiya pasayishi xavfi bor. Qisqacha yechimga yo'nalish. Ekspert fikri. Himoya kompaktligini tiklash, markaziy himoyachilar va yarim himoya orasida masofani kamaytirish. Pressingni avvalo o'yinchi motivatsiyasiga bog'lash, yuqori jismoniy tayyorgarlik va kollektiv javobgarlik. Intizomga qaytish uchun qattiq ichki qoidalar va ruhiy taktik treninglar. Murabbiy va yulduz orasida ochiq muloqot. Taktika bo'yicha umumiy konsensus. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Real Madrid bugungi kunda texnik jihatdan emas, balki strukturalik va psixologik jihatdan sinovdan o'tmoqda. Himoyada ishonchsizlik, pressingda sustlik, o'yinni yopib bera olmaslik va individual intizom muammolari. Endi play-off bosqichida har bir qaror hayotiy ahamiyatga ega. Sizningcha Mbappe va jamoa bu imkoniyatdan foydalanib haqiqiy kuchini ko'rsata oladimi?
yoki Benfica kabi raqiblar yana dramatik sahna yaratadimi? Fikringizni izohlarda kutaman.